Srochniy mehmonga boradigan bo'lib qoldik. Bir oylik chaqalog'im bilan nima pishirib olsammikin deb osongina Napoleon qilib qoldim. Voy tavba, Napoleon ham oson ekanmi deyishdan oldin videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi bo'lib un bilan margarinni kroshka qilamiz. Alohida idishda muzli suv, tuxum va uksusni aralashtirib kroshkali massamizga qo'shib olamiz. Tayyor xamirni to'rga bo'lib xolodilnikka qo'yib, yarim soatdan keyin olib listga moslab yoyamiz. Mabodo listingiz vaqtida yuvilmasdan yog'i yopishib sirach bo'lib qolgan bo'lsa, e'tibor bersanglar, hozirgi listlar oldingidaqa baquvvat chiqmayapti. Oddiy gelda ketmaydi, kuchli sredstvada oqarib qoladi. Eng yaxshisi Bavi super очистительni soling. Yaxshilab reaksiyaga kirishishi uchun shaqillab qaynab turgan suvni quyib uvitib yuving. Idishga ham, qo'lingizga ham umuman zarar bermaydi. Ana endi top-toza list ustiga xamirni yoyib, o'rtasidan kesib pishirgani yuboramiz. Bu orada osongina kremni tayyorlaymiz. Saryog'ni eritib olamiz, ustidan xona haroratida turgan iliqqina skushonкani solib yaxshilab aralashtiramiz. 200 darajada pishib chiqqan korjlarni ustidan kremlarni ayamasdan surib olamiz. 8 ta korjdan bir donasini maydalab ustiga sepish uchun olib qo'yamiz. Shuni eslab qoling, Napoleon uchun saryog' yoki saryog' ta'mli margarindan foydalansangiz, unini ko'p qo'shavermasangiz, sizning Napoleoningiz ham og'izda eriydigan bo'ladi. Shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, yuraychani bosib, yaqinlarga jo'natib qo'ying.